boshlandi. Men eng oxirgi 10-ishtirokchi bo'lib chiqdim finalda. Yaxshi qilib raqsimni ijro qilib chiqdim. Qo'rqaman, chunki meni raqsimni Iroda opamning raqsi bilan qiyoslanmasmikan deb, ayniqsa Bobur aka. Если честно, я сегодня не сравнивал ее с Иродой Исмаиловой, потому что Макпал делала тоус руками, а это превращалось в тоус. Здесь актерского номера не было. Ovoz berish to'xtatildi. Hayajon. Iltimos, meni ismim chiqmagay deb tilanib turibman. Jahongir bilan men ikkimiz sahnada qoldik. Men chiqib ketamanmi deb yig'ladim, to'g'risi sahnada turib, labim, yuzim kulib turgani bilan, lekin ko'zimdan yosh oqayotgan edi. Sitora opa Jahongirga beraman ovozimni dedi. Men xohlayman siz ukangiz uchun qahramon bo'lishingizni va sizga ovoz beraman. Maqbal juda ham yoqimtoy, tirishuvchan, tovus raqsi juda ham chiroyli bo'ldi. Lekin bir ikkita joylari bo'ldi, momentlari bo'ldi. Ko'ylagi xalaqit berib qoldi. Buni faqat men sezgandirman, balki bilmadim. Bobur aka menga kommentariya bergan. Men sendan oldingi birinchi chiqishingga o'xshagan obrazni, hikoyali raqs kutgandim. Kutgan narsamni chiqarib berasan deb menga bitta imkon berib ko'rdi. Kutgan narsamni ko'rish uchun men sizga голосовать qilaman. Yana bir imkon. Ну, я проголосовал за нее, да. Она, безусловно, талантливый человек. Она купила тем, что у нее была драматическая, очень явная и хорошо сделанная драматическая линия в том танце. Предыдущем, не в этом. Ibrohim akaga keldi navbat. Уже oyoqlarim qaltirab ketyapti. Kutib turibman. Men ovozimni Maqbalga beraman deb aytdi. Xursandman. Men o'ylagandim sakrib deb qilaman deb o'ylagandim, lekin yo'q. Chunki hayajon bor menda va yig'lab turibman u yerda. Chindan xursand bo'ldim. Menimcha emotsiyamni uncha ko'rsata olmadim. Maqpal Jumabayeva yo'l oladi. Maqpal, tabriklaymiz. Siz super finaldasiz. Maqpal Miss Qoraqalpog'iston. Mana shunaqa misslarga xos chiqishlar qilyapti. Men ochig'ini aytaman, Bobur akam o'sha kungi fikriga umuman qo'shilmayman. Tasavvur qiling, bitta jussada chiqib, 3 ta tovusni ko'rsatish uchun va yana men bir qanaqadir istoriya ko'rmadim deyish, men kechiring Bobur aka. Noto'g'ri yoki hamma o'zini hikoyasini yaratib oladi shu tovusga qarab. Men shaxsan shunaqa bo'ldi menda. 100 million so'm borligini eshitishim bilan hayolimga faqat bitta narsa kelgan. Beva onalarga, otasiz o'sgan bolalarga va yetishmovchilik oilalarga 100 million so'mni bo'ylab berib yuboraman. Chunki men o'zim ham yetimchilikni ko'rganman, uysizlikni, qiyinchilikni ko'rib o'sganman. Otamiz men 3 yoshimda olamdan o'tgan va shu kundan beri otasiz o'sib kelamiz. Onam bizani bitta o'zi boqqan, bitta o'zi voyaga yetkazgan. Uysiz yurganmiz ko'p vaqtgacha. Uy olganimizga yaqinda faqat 2 yil bo'ldi. Men bilan oxirida qolgan Jahongirni ham bu yutuqda haqqi bor deb o'ylayman. Agar g'alaba meniki bo'lib 100 million so'mga erishsam, Jahongirga ham ozgina bo'lsa ham yordam berishni xohlayman. Maqpal Jumabayeva